Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari. Bizni kuzatib boruvchi muxlislarimiz. Xo'p, bugungi videomizda benzinli, ya'ni 50 likdan 100 likgacha bo'lgan benzinli nasoslarimizni video obzorini qilib beramiz. Hozirgi paytda juda ko'pchilikka kerak bo'ladigan nasoslar, asosan hozirgi sezonda. Endi xo'p, bularni boshlaydigan bo'lsak, bizda borlari 50 lik suv nasosimiz mana ko'rishingiz mumkin. 50 lik turbada suv chiqaradi, benzinli, motor 170 li motorli bo'ladi. 170 li 7 ot kuchli benzinli motor bo'ladi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Bunimiz 7 metrdan tortadi. 36 kuba suv tashlaydi. 50 lik turbada chiqarib beradi. Ya'ni 28 metrgacha bemalol olib borib bera oladi. Ko'rishingiz mumkin. Bunimiz kichkina yerlarga, tok yo'q, ya'ni 220 si yo'q joylarga mana shu nosalaring bo'laveradi. Bularimizni xo'p, optim narxlarda qilib beramiz. Arzon narxlarda qilib beryapmiz akalar. Kirchatkalari, xomidlari, hamma narsasi ichida bo'ladi va bularning suv tashlashiga 3 oy 4 oy garantiya beriladi. Mana shu 50 ligimiz. Xo'p, bundan keyingisi 76 lik bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsalaring narxini aytaman. Narxini videoni oxirida aytib o'taman. Xo'p, 76 lik nasosimiz ko'rishingiz mumkin. Shenyuan firmaniki, Xitoyniki bularni hammasi. Biz ya'ni qaytdagi yo'q narsalarni aytib sotmaymiz. Ya'ni ko'pchilik germanskiy deb sotamiz, koreyskiy deb sotadi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Hammasi Xitoy. Made in China deb qo'ygan akalar. Unaqangi haliga aldanib qolmanglar. Endi qo'pol qilib aytganda 80 kub 76 lik 60 kuba suv tashlaydi, mana ko'rishingiz mumkin. Zavodskiy pasportini ko'rsatyapman. 7 metr 9 metrdan tortadi. 7 metr 9 metr. 3600 оборотini aytyapti. 2024-yilda oxirida chiqqan nasoslar ana shu. Ya'ni 2025-yilgi yuklarimiz endi kelyapti. Yolg'on bo'lib qolmasin. 76 lik turbada chiqadigan nasosimiz mana shu. 76 lik 80 yozib qo'ygan 76 lik. Motori 170 motor. Bularda xo'p, plus tarafini aytaman, 170 motorda ham ikki xil chuquli bo'ladi, ya'ni oddiyroq motorlardan bo'ladigan bo'lsa, narxi arzon bo'ladi. Original yaxshiroq motordan qo'ysalaring, bu motor yog'i kamayadigan holatda, quruq ishlaydigan holatida o'zi tashlaydi, ya'ni o'chiradi. Yog'i kamayadigan holatda o'zi o'chib qolish unasiga ega. Mana bunaqangi nimalari bor, oyoqlari, hamma narsasi bor. Kitobchasiga garantiya 6 oy, 3 oy urib beraveramiz. Xohlovchilar bo'lsa ishlatib berishga ham beraveramiz. Hali ishlatib yurgan akalarimiz o'ziga o'verim bo'lib oladi-da. Xo'p, bundan keyingisi mana 100 lik. 100 ligimiz ikki xili bor. 190 motorlisi bor, 170 motorlisi bor. Kichkinasi bunisi. Bunisi kichkinasi arzonroq bo'ladi. Bu 190 motorlisi so'raganlarga, kattaroq yeri borlarga 190 motorlisi ham bor akalar. 190 da ham original motordan qo'yilgan. 170 motorlisi ko'rishingiz mumkin. O'shanga ham qarab suv tashlashi ikki xil bo'ladi. Bunisi kattaroq tashlaydi. 190 ya uzoqroq ishlaydi va bemalol ishlataverasizlar qizimasdan. Xo'p, 80 kuba suv tashlayapti, 7 metrdan chiqaryapti, 170 motor, 9,5 kilovatli, 3600 оборотli motordan qo'yilgan. Bularga shunaqangi motordan qo'yiladi. Ikki xil motor, arzon deganlarga arzonroq, qimmatroq deganlarga qimmatroq. Bunisi mana ko'rishingiz mumkin. 188, 190 ashunaqa motordan qo'yilgan bo'ladi ekan. Mana bu yerda 188 motorli katta motorlisi bor. 188 100 lik katta motorlisi bor va salarkaligimiz bor. 100 lik salarkali ham bor akalar, mana ko'rishingiz mumkin. 186 yo 188 motor qo'yilgan, 190 motor emas. Endi 100 lik 186 motor tepada nega uchun ko'rinmayapti? 4,5 metrdan tortyapti, 3600 оборот, 20 metr chiqarib beryapti. Endi xo'sh, buni suv tashlashi 100 kuba suv tashlayapti soatiga, 100 tonna ya'ni suv tashlayapti akalar, ko'rishingiz mumkin. Komplektida akkumulyatorli, statorli salarka nasosimiz. Bunimizni narxini endi aytib o'taman hammasini. Bunimizni narxi $500, kamini qilib beraman.
komplektida shlanglari yo'q lekin hech qaysinisini. Xo'p, bunimizni $220 qilib beramiz. $220 benzinli. Buni ham kamini qilib beraman. Xo'p, mana bularimizni bularimiz so'mda aytaveraman, 170 motorlini 2.600.000 so'm qilib beraman. 2.600.000 so'm qilib beramiz. 170 motorlilarni bularini $210 ashunaqa qilib beramiz. $10 narxdan arzonroq. 210, 220 sotyapmiz o'zi asli bularni. Sizlarga kamini qilib beraman hammasini. 100lik 170 motorlar narxini aytib o'tdim. Bularimizni, xo'p, bularimizni $82 dan qilib beraman men ularni.